Avvalambor assalomu alaykum va video murojaatim O'zbek Taysoniga bo'ladi. Xullas kalom O'zbek Taysonini bo'yga chaqirmoqchiman. Setkaning ichiga jangga. Men nima desam bo'ladi, bir ko'tarilish uchun emas, yo boshqa narsa qilish uchun emas. Maqsadim uchun emas. Lekin обязательно jang qilmoqchiman. Ana shu video ображениямni iloji bo'lsa kengroq tarqatingizlar, ko'rib turgan tomoshabinlar hamda muxlislar. Xudo xolasa bo'yga chiqaman. Yo'llam ochiq bo'lsin har doim. Bitta niyatim bo'yga chiqish, shu vaqtgacha bo'yga chiqmaganman. Men bu jangimni hozirga chiqib kelayotgan yoshlarga emas, yo bo'lmasa setkaning ichiga hali kirmagan bolalarga tashlayotganim yo'q. Setkaning ichiga kirib jangni ko'rgan bola O'zbek Taysoniga vezib tashlayapman. Ayni bu video murojaatim O'zbek Taysoniga. Agar meni ko'rib turgan bo'lsa, profilimda nomerim turibdi. Nomerim orqali aloqaga chiqsin. Vezib tashlayapman. Xudo xolasa обязательно mana shu videom ko'tarilib chiqsa, O'zbek Taysoni bilan jangni boshlayman. Avvalambor rahmat, jonlaringiz omon bo'lsin.